Salom durud xizmati hammalaringizga. Umidvorman juri sihatmand va sarhol bo'lsalaringiz. Bozam xush kelibsizlar Channel Afg'on Mediaga. Ko'rib turibsizlarki aziz jinoqlar, bu makoni Ojibekdi. Ojibekning makoniga kelibmiz bugun. Soat ham asrda. Kelibmiz Ojibek shurga nazarim kacholisi bor ekan, u daraxtlari bor ekan, gap-so'zlar bor ekan. Bir necha siqanchlardan bir guzarish olsak, inshaalloh bizning bo'lamizlar. Assalomu alaykum Ojibek. Alaykum assalom. Xayr bo'lsin. Nimashga masrufsiz? Shuga bir gertegana yerga shavarda kacholik qilgandim. Asrdan namoz o'qib keldim, men aytdim bir ko'zimni bo'shatay. Bir ko'rdim shularda hol-ahvolni bir ko'rayin. Qanday o shavarlikda nimasi vazi qayraqam inshaalloh yaxshi inshaalloh. Vazi inshaalloh bir 80% ga 80% g'almatdi. Bir miqdori olibdi, bir tedod olgan emasdi. Boshqa qovun, tarvuz, masalan, pomidor, mana shu daraxtlar, mana shunga masruf qildi bular. Bu makon zebo o'zingizdan albatta. Inshaalloh. Shaxsiy o'zingiznikimi? Qayraqam bu shavarlikka bil borandoli qayraqamdi, suvdan qayraqamdi, az nigoyi davodan qayraqamdi. Inshaalloh qaysi mariz yo'q. Inshaalloh ta'anus qaysi mariz olgan emas. Borandolga ham g'almatdi. Boshqa biz borandoldan ko'plar istifoda qilmaymiz. Quduq bor. Quduq suvini istifoda qilamiz. Bozam borandol g'animatdi. Bu qacholingiz olib, ha? Olibdi. Mana shu yerlarga maqsad. Mana shu kachollarki, sherga bo'shatdim, bir tas chiqqan ekan. Boz g'animatdi. Mana shu holatga olgandiga. Xo'p. Ojibek, men eshitdim Ojibek mashalloh qovunu, tarvuzu ba'zi narsa qilgandi. Yo'llab keldim oldingizga, bir guzarish o'zingiz olay deb. Ko'p vaqt bo'ladiki, mushtarilaringiz, muxlislaringiz muntazir Channel Afg'on Mediaga Ojibekdan qanday bir holni so'rasak, bir o'zini ko'rsak deb. Yaxshi bo'ldi, keldik, shuga ko'rdik. Mana qacholingizni ham ko'rdik. Boramiz, qovunlarimizni ko'ramiz, tarvuzlarimizni ko'ramiz. Boramiz. Tarvuzlarni ham ko'ramiz. Mana bu qovun tarvuz. Mana shu yerga bir muddat bo'ladi tikkanman. 3-4 quloq bo'ldi. Mana bu shaklga navorlarni olib kelganman. Yo'llabsiz, ha? Ba'zi bir necha muddat Eronga turib keldik. Aniq Eronda ishini qila olmaymiz. Bozam bir fikriki o'zimizga qildik. Bordik shoirga navorlari bor ekan. Olib keldik shakl istifoda qildik. Tavakkal vaqtida osilda bir chek qilamiz. Agar bo'ldi solib badi, ba umid Xudoga qo'shilsak bo'yat buni ziyorat. Bu qayraqam buni masraf qayraqamda buni qancha masraf bo'ladi? Masalanki suv g'arqiga ko'p, masalan ko'p yaxshi kelaman yoki bunga ko'p yaxshi bo'laman. Bunga betara ekan. G'arq ham tojoy bordi. Biz misli Erondagi g'arqiga qira qila olmaymiz. Navorga suvni yetishtira olamiz. Suv ko'p g'animat ekan. Bir ko'raydik, tavakkal vaqtida ayomdagi qayraqam qilamiz. Xudodan quvvat bersin. Voy, tan nimalarni? O'sha bu makonga bir vaqt men kelgan edim, banazarim shu makonga bir film to'lgan ellarimiz. Ha. Mana filmi qarzdormi? Shu makonga Shoyat, albatta. U vaqa bular to'g'an o'z amalga kelgan emas, albatta. Zamiston ekan. Zamiston ekan. Hali mashallah ko'p yaxshi bo'lib, ko'p lüks bo'libdi gullaringiz ham mashallah. Ko'p ma'qul gullarimiz bor ekan. Tavakkal vaqtida. Tavakkal, mendan ham ko'rasiz ma'qulsiz. Gulam sizdan ko'ra ma'qul. Oyseb qaysi xizmat bizga bormaymiz. Salomat. Shoylaymiz. Salomat bo'ling, asr bo'pti. Biz ham ketamiz. Shu keldim sizdan bir guzarish olayin deb makoni zebolaringizni ko'rdim. Gaplaringizni eshitgan edim marimdan.
keling bir dizoringizni qilayim deb. Tashakkur, salomat bo'ling. Xolos. O'zi ko'rmagan va favqulodda taomni uni. Nasıl?